Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Oldi bilan dehqonlar vatandan kelgan uchurlarda bo'lsin. 2022 yil 10 oyning 2 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Korli shahridagi ko'lami zo'r bir talla bozoriga borgan odamlarda bir kasallik alomatlari ko'rilganligi, eg'iz va burunlardan qon chiqib yetib qolganligi ma'lum. Yuqorida deyilgan bozorga bordi degan kishilarning tezlikda o'lib ketganligini ilgari surgan yerli kishilar Xitoy doiralarining bir xil yuqumli zukam virusi yoki biologik qurolsini qilayotganligini ilgari surgan. Uning nima ish ekanligi hozircha aniq bo'lmasa-mu, hikoya atrofida o'yga solinib, Xitoyning virus tizginlash bahonasida ipagan qattiq qamal qilish davomida ko'plagan kishilarning o'lib ketganligi ma'lum. Xitoy Afg'onistonga mablag' solishdan yaltaydi. Xitoy Uyg'urlarning atalmış baxtlik yashayotganligi haqidagi videolarni ko'plab tarqatmoqda. Iqtisodiy eng kuchlilarning xalqlari barg'ansiri Xitoyga salbiy nazarda qaramoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Yaponiyani Sharq Turkistondagi dafsanachiliklar to'g'risidagi munozaraning vujudga chiqishi uchun kuch chiqarishga undadi. Bengaldagi ommaviy tashkilot Xi Jinpingga Uyg'urlarga qaratgan zulmni to'xtatish xususida memorandum topshirdi. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bilimbo'rik to'rining 26-sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerika Afg'onistondan to'liq askar chekindirgandan keyin Xitoyning bu bo'shliqni to'ldirishga, bo'libmi Afg'onistonni iqtisodiy jihatda o'ziga bog'lash uchun bu davlatga ko'plab mablag' selishi mo'ljallangan. Va Xitoy o'zimi Afg'oniston bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirganligi haqida takror jar solgan edi. Lekin hozirgacha Taliban hokimiyati Xitoydan kutgan mablag'ga erishamagan va har ikki taraf bir-birini so'zda turmadi deb ayblagan. Afg'oniston savdo va mablag' uyushmasining muavin raisi Xanjan Alokozay muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda bu haqda mundaq degan. Xitoy texicha bir tiyinmi mablag' saqani yo'q. Ularning nurg'un shirkatlari kelib biz bilan ko'rishdi. Uni buni tekshirib bir ketgancha izdiraksiz g'oyib bo'ldi. Bu odamning ichini pushirdi. Ahvoldan xabardor ikki kishining aytishicha, masalaga Xitoyning nuqtasidan qaraganda Taliban Sharq Turkistondagi atalmış bölgünchilar bilan munosabati bor tashkilotlarga, jumladan Sharq Turkiston islom harakatiga yetarli zarba bermagan va bu tashkilotning Afg'onistonda harakat qilmayotganligini ilgari surgan. Texmi muhimi, Taliban Afg'onistonning yer osti boyliqlarini qazish to'g'risidagi mavjud kelishimlarning moddalarini qaytadan suhbatlashish maqsadini izhor qilgan va bu taklif Xitoyga yoqmagan. India Today to'rining 29-sentabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni turli usullarda xarlash, qirg'in qilish bilan bir vaqtda dunyo jamoatchiligidan keladigan besimni azaytish uchun Uyg'urlarning turmush pardozlab ko'rsatilgan tashviqot buyumlarini turkumlab ishlab chiqarishga boshlagan. Shuning tipik misollaridan biri sifatida YouTube to'ridagi saxta hisobotlarga yo'llangan Uyg'urlarning Xitoy Kompartiyasining rahbarligi ostida baxtli yashayotganligi aks ettirilgan tashviqot videolari barg'ansir ko'paygan. O'zining rasmiy taratqullari orqali olib berilgan tashviqot mujodalasining kutgandek unum bermasligidan ansirgan Xitoy doiralari qarmoqqa hokimiyat qo'l tiqmagandek kishilar o'zlari ishlagandek ko'rinadigan puxroviy videolar orqali dunyo jamoatchiligining ko'zini bo'yashga uringan bo'lsa-mu, lekin bu videolardagi kishilarning chiroy ifodasi va ish harakatlaridagi sunniylik shundaqla gap so'zlarning oldin tayyorlanganligi monument deb chinib qolgan. The Post Times to'rining 29-sentabrdagi xabariga ko'ra, Pew tadqiqot markazi dunyo miqyosida ipagan ro'y sinash natijasida ko'rsatilishicha, Xi Jinpingning rahbarligi va Xitoy Kompartiyasining uning rahbarligi ostida borgan sir mustabidlashib ketganligi sababli dunyodagi iqtisodiy eng kuchli ellardagi xalqning Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi zo'r darajada nacharlashgan. Mazkur ro'y sinashga ko'ra, Amerikaliklarning zo'r ko'pchiligi Xitoyning kishilik huquq siyosatlari va Rossiya bilan eg'iz burun yalashganligi sababli Xitoyga salbiy nazarda qaraydiganligini bildirgan. 2012 yili Xi Jinping hokimiyat beshiga yangi chiqqanda Amerikaliklarning orasida Xitoyga salbiy nazarda qaraydiganlarning nisbati 40% ekan. Halbuki hozir bu nisbat 82% ga chiqqan. Ya'ni shuningdek Avstraliya, Yaponiya va Janubiy Koreya qatorliq joylarda ro'y sinash qatnashganlarning 80%dan ko'pragi o'zlarining Xitoyga salbiy nazarda qaraydiganligini bildirgan. Reuters agentlik to'rining 30-sentabrdagi xabariga ko'ra, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa Yaponiya Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanachiliklarni to'xtatish uchun quruq va'dalar bilan cheklanib qolmaslik kerak degan. Egilishicha, Dolqin Aysa Yaponiyaga ba'zi parlament a'zolari bilan ko'rishish va Yaponiya hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida Xitoyning Uyg'urlarga va boshqa musulmonlarga qaratgan muomalasi to'g'risida munozara uyushtirishga haydakchilik qilishga undash uchun kelgan. Dolqin Aysa Yaponiyaning bu masaladagi qarorlari va bayonotlarining quruq va'da bo'lib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yetarli emasligini bildirgan. U yana Yaponiya parlamentining Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi texmo faol harakatga o'tishi majburiyati bor degan.
Толқын Айса yana Dünya Uyghur Qurultayının Amerika, Angliya va boshqa davlatlarning Uyg'ur masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida muzokara qilish taklifining qo'llashga erishish uchun dunyoning har qaysi joylarida harakat qilayotganligini aytgan. Egilishicha Uyg'ur masalasining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining kelar yili 1-oydagi yig'inda muzokara qilinishi uchun aloqador taklif loyihasi kishilik huquq kengashining kelar haftadagi yig'inda ko'p sonli ovozning qo'llashiga erishish kerak ekan. Ayneo News Store'ning 1-oktyabrdagi xabarga ko'ra, Moktijo Tamancha Xitoyning Bengal poytaxti Dhaka shahridagi elchixonasiga Sharq Turkistondagi Uyg'urlar qartilgan jinoyatlarni to'xtatish xususida Xi Jinping atab bir parcha memorandum topshirgan. Mazkur memorandumda tövendikidek 4 turlik talab o'tirib qo'yilgan. Birinchi, Xitoy hukumati Sharq Turkistonda sodir qilayotgan Uyg'urlarni o'ldirish, bosqinchilik qilish va qiynash qilmishlari cho'qim to'xtatilishi kerak. Ikkinchi, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga cho'qim ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va diniy erkinlik berilishi kerak. Uchinchi, Xalqaro jinoiy ishlar sudi cho'qim Xitoyning Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligini sudlashi kerak. To'rtinchi, Xitoy shirkatlarining Bengaldagi chiriklik, qonunsizlik, yo'lsizlik, jadalxo'rlik va ishchilarni xo'rlash qilmishlari cho'qim cheklanishi kerak. Moktijo Tamancha tashkiloti o'zining axborot bayonotida Xitoy hukumatining yaqinqi tafriqchilik qilmishlarini ayblash bilan bir vaqtda shularni bildirgan. Uyg'urlar 1933-yili Sharq Turkiston deb atalgan mustaqil davlat qurgan. Keyin Xitoy bu davlatni besib olib, mustaqillik talpindigan Uyg'urlarni qiynash va ziyonkashlik qilishga boshlagan. Bu ziyonkashliklar ta bugungacha davomlashmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.